Toshkent viloyatining Yangiyo'l tumani Saxovat mahallasi Kirdi ko'chasi ishchi guruh mazkur hududda faoliyat yuritayotgan g'isht pishirish zavodini ko'zdan kechirdi. Tekshiruv jarayonida tadbirkor tomonidan o'rnatilgan xumdonlar amaldagi ekologik talablarga javob bermasligi aniqlandi. Xususan, maydonlarda ko'mir va o'tin yoqilishi natijasida atmosferaga katta miqdorda tutun, chang va zararli gazlar chiqarilayotgani qayd etildi. Bu esa nafaqat umumiy ekologik holatga, balki yaqin atrofda yashovchi aholi salomatligiga ham sezilarli xavf tug'dirishi ta'kidlandi. Hududning o'zidayoq tadbirkorga qonunchilikda belgilangan ekologik me'yorlari bo'yicha batafsil tushuntirishlar berildi. Ekologik zararlar kamaytirilishi, filtr tizimlari o'rnatilishi va xumdon faoliyati qayta ko'rib chiqilishi zarurligi ogohlantirildi. G'isht ishlab chiqaruvchi korxona MCH tarafidan o'sha g'ishtni pishirish jarayonidagi pechga, o'shani mo'risiga, atmosferasi qog'oziga chiqaruvchi moddalarni ushlab qoluvchi filtrlar o'rnatilmagan holatlari aniqlanib, hozirgida MCHga nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib, hozir tegishli tartibda choralar ko'rilishi, o'sha MCH vaqtinchalik 10 kun faoliyatini to'xtatib, o'sha tegishli tartibdagi ekologik normativ hujjatda belgilangan tegishli filtrlarni qo'yib, ish jarayoni davom ettirsa bizning qarshiligimiz yo'q. Tadbirkor o'sha filtrni 10 kun ichida qo'yib, undan so'ng ishlashini tushuntirib o'tdi o'zi ham. Bir so'z bilan aytganda, ko'rilayotgan nazorat choralari hamda tadbirlarning natijasida poytaxtdagi havoning ifloslanishi sezilarli darajada yaxshilandi. Havo sifati EcoAir bo'yicha 11-o'ringa tushdi. Hududlardagi monitoring va nazorat ishlari davom ettiriladi. Ekologik talablarga rioya qilinishi nazorat qilinib, aholi sog'ligi va atrof muhit barqarorligi ta'minlanmoqda.